Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribmisizlar? Gullaringiz, bug'laringiz hammasi joy-joyindami? Bugun hamma sizlarga aytadigan narsam Difinbaxiya eng napada turadi. O'tgan kuni suv berdim, bugun 3-chi kuni. Hamma sizlarga o'zim aytaman-da, o'zim shu xatoni aytib qo'ydim. Suvni 2 qatlakda turadi. Suvni beribmandan do'ydirib suv berdim. Keyin suvni, tena oqqan suvni dökib tashlashadimdan chiqibdi. Bugun hozir bir aylanib bir qator ko'ringurlarni desam, bitta nani to'proqni qarasam bilchildab turibdi yana. Gördünüzler? Yana suvni yana e'tiborsiz yana bir 2 kun qoldirsam, aniq tomir chirishi kelib chiqar edi. Halam yaxshi uji boshlanishi kerak edi, lekin boshlanmabdi, Xudoga ming shukr. Vaqtida ko'ribman. Tenda 200-300 grammdan suv bor ekan. Do'ydirib berdim. Uni sirqizib tashladim. Indiki atadigan ishim, buni duvakindan chiqarib qo'yaman. Yana turgan vaqtimda o'sha suvi, ortiqcha suvi chiqadi. Xudo xolasa ertangacha, azonacha, bugun hozir kech bo'ldi, endi yotadigan vaqt bo'ldi. Azonacha turadi. O'zindagi nishni suvni chiqarib tashlaydi. Keyin xudo xolasa azonda yana bir qator tekshirib, tuproqning yuzak qismlarini shunda ozgina ochib beraman, o'ynab. To'proq tezroq qurishi uchun. Endi shunda turib ozonacha qo'yaman shu ahvolda. Hozirda xudo xolasa joyiga kiradi. Sizlar shu xatoni aytmanglar. Tekshirib turinglar suv solgandan keyin albatta inobi idishdagi suvni dökib tashlash shart va zarur.